Assalomu alaykum hurmatli tadqiqotchilar. Ushbu video Economy of Egypt ikkinchi qismi, ikkinchi parti bo'lyapti. Hozir biz iqtisodiyotni o'rganamiz. Birinchi qismni avval tanishgandik. Hop, demak, bu birinchi videoda aytib o'tilgandek, bu iqtisodiyotni o'rganish uchun quyidagi 20 ta shartni bajarish kerak va ularni ketma-ket yana ko'rib chiqamiz. Ushbu plyus belgilari birinchi videoda bajargan edik. Va endi GL code ga keldik. GL code hozir buni ko'rib chiqamiz. Shu yerga GL code qilsak, GL code bu xalqaro kod bo'lib, bunda har bitta kod o'ziga yarasha ma'noni anglatadi. Masalan, xalqaro trade bo'ladigan bo'lsa, bu alohida kodga kiradi. Masalan, financial economics bo'lsa, public economics, health education, shularning hammasi har xil o'ziga yarasha kodlarni bildiradi va bu kod orqali siz nima haqida tadqiqot o'tkazilayotganini bilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ro'yxatlar keltirilgan. Men o'zimda Word faylimda bor. Word faylimning birinchi qismida yozilgan. Mana GL kodlar yozilgan. Xuddi shunday qilib, siz ham GL kodlarni o'ziga olsangiz bo'ladi. Bunga plyus qo'yamiz. Endi Word interpretation oxirida bo'ladi. Hop, ProQuestdan 4 ta dizertatsiya. ProQuestga kiramiz. ProQuest dissertations. Yerdan search dissertationsga kirib, o'zimizga kerakli bo'lgan dissertatsiyani qidirib ko'rsak bo'ladi. Hop, Economy of Egypt qilamiz. Bizga kerakli mana dissertatsiya chiqdi. Bu yerdan dissertatsiyani tanlab qo'yamiz. Chiqdi. Hop, shulardan o'zimizga keraklilarini olib, tanlab tortib olamiz. Yuklab olamiz. Shu yerdan download PDF bosib, hammasini yuklab olamiz. Undan boshqa sahifaga qaytib, yana boshqa dissertatsiyalarni ham yuklab olamiz. Ham yuklasak, 4-inchisi bo'ladi, xudo xolasa.
Mana fayllarni yuklab oldik. Endi bularni Mendeleyga joylash kerak. Bizda Mendeley bor, shuning uchun Mendeleyga ketsak bo'ladi. Endi Mendeleyga kirsak ham bo'ladi. Mendeleyga ham kirib oldik. Endi bu yerdan add bo'limini tanlab, o'sha tortib olgan fayllarimizni qo'shishimiz kerak. To'rtta faylni belgilaymiz. Buni bosamiz. Mendeley ham ochib oldik, yuklab oldik. Fayllarni ana endi har biriga bir kirgizsak ham bo'ladi. Avval stop. Endi Wordga ulab olamiz Mendeleyni. Wordga ulandi. Endi bizga kerak bo'ladi introduction qismidan. Qismi olib, endi biz o'zimizni Word faylimizni ochib, shuni joylaymiz. Word faylimizni ochib oldik. Endi introduction qismiga bizga shu kerak bo'ladi. Fayllar citation go to Mendeley talab biz mana shu fayldan olganmiz, shuning uchun ustiga belgilaymiz hamda saytni bosib qo'yamiz. Mana belgiladi. Endi ikkinchi faylimizga o'tamiz. Abstract. Shuni olib
belgilab qo'yamiz. ProQuest'dan 4 dissertatsiyani yuklab qo'ydik. Keyingisi offset number. Offset numberni hozir ko'rib chiqamiz. Offset deb yozsak chiqadi. Shuning menda kodlar hammasi tayyor. Offsetda mana shunday o'z shaxsiy kodingiz bo'ladi. Menda hozir shu kod, ya'ni offset kodim xuddi shu. Buni ham kopировать qilib o'zimni Word faylimga joylab qo'yaman. Buni avvalroq bajarganman. Offset numberim avvalroq joylaganim uchun buni ham bajardik deb qarasak bo'ladi. Number bo'ldi. Research gate'dan akkauntimiz bor. Shuni ko'rib ko'ramiz. Research gate. Research gate'dagi accountim. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Hozir bu yerda ko'rsak, researchlarimizni bir marta bitta artikel yuklab qo'yganmiz. Economy of Egypt. Buni agar qanaqadir fayl yuklamoqchi bo'lsangiz, qanaqadir prezentatsiya bo'lishi mumkin yoki maqola, publish research bosib, o'zingiz tanlagan, xohlagan masalan presentation bo'lsa, presentation'ni bosib, select bosib, tanlab yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Buylab qo'ysak bo'ladi. Esa Science Direct. Science Direct'dan 5 ta artikel olishimiz kerak. Buni bosamiz endi. Science Direct'dan yozamiz economy. O'zimizga kerakli fayllarni belgilab chiqamiz. İşte 1, 2, 3, 4 bitti. 5 tasını belgilaymiz da bularni yuklab olamiz. 3 ta artikel yuklab olibdi. Yana boshqasini belgilaymiz. Boshqamiz kerak. 2 ta kerak. Yana belgilaymizda pdf'ni yuklab olamiz. Zip fayl bo'lib tushdi. Uni zip fayl ochsak ham bo'ladi. Zip faylni ekstrakt qilib startga chiqamiz. Bunda endi
ekstrakt buni ham ekstrakt qilib olamiz stataga fayliga bo'ldi menimcha. Mana quyidagi 5 ta faylni ko'rib turibmiz. Endi Mendeleyga yana qaytadan kiramiz. Buning uchun bularni o'chirib yopib turamiz. Turish shart emas. Mendeleyga kirib o'chirib ham bo'ladi. Add qilamizda. Hozir shu startup faylini topib ochib olamiz. Beshta faylni ochdi. Endi bir kirib o'zimizga kerakli joylarni olamiz. Kopirovat qilamiz va citation site ikkinchi fayldan ham olamiz. Keyingi faylga kiramiz. Xuddi shunday tartibda davom etaveramiz. Demak, bizda so'nggi fayl 1 2 3 4 5-si. Arab tilida yozilgan ekan, bu yerni olsam bo'ladi. Develop degan joyga chiqsak. Sayt mana. So'nggisi bu. Sayt mana bo'ldik. Hop, demak, buni ham bajardik. Bunga ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Endi elicit qoldi. Elicitni ham hozir ko'ramiz. Elicit bu asosan literature review uchun kerak bo'ladi. Kirib olamiz. Bu yerga economy of Egypt deb olsak, chiqarib beradi. Xuddi shularni kopirovat qilib o'zimizni Word faylimizga yuklab olsak bo'ladi. Lekin yuklashda avvalo bularni kopirovat qilib, ya'ni nusxa olib turib, avval PowerPointga o'tkazib, keyin Word yuklashni maslahat beraman. Bo'lmasa boshqacha bu Word faylga sig'may qolishi mumkin. Xuddi unaqa o'xshab.
shu yerga joylaydigan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'lib yarimta bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun avval PowerPointga ko'chirib olib, keyin formatini to'g'irlab, keyin Wordga o'tkazishni maslahat beraman. Buni ham bajardik. Bunga ham xuddi shunday qo'yib qo'yamiz. So'nggisi Grammarly qoldi. Grammarly. Login qilamiz, chunki bizda akkauntimiz bor. Hozir bir daqiqa. Mana Grammarlyga ham kirib oldik. Ana endi bu yerdan bu Grammarly o'zi ingliz tilida yozilgan matnlarni to'g'riligini tekshirib beradi. Biz hozir o'zimizning hozirgi Word faylimizni yuklab, hozir qanchalik ingliz tilidagi qismini to'g'ri yozilganligini tekshirib ko'ramiz. Chunki o'zbek qismi o'zbek tilida bo'lganligi uchun ko'p xato chiqarib berishi mumkin. Shuning uchun faqat ingliz tili qismiga e'tibor bersak bo'ladi bizga. Yetarli. Mana bizga sekin mana xatolarni qo'shishni boshladi. Affecting bo'larkan. Accept bosib to'g'rilaymiz. Keyingilarini ham ko'rsak bo'ladi. Accept. Shunday qilib birma-bir xatolarimizni ko'rib chiqsak bo'ladi. Shu tartibda xatolarimizni ko'rib chiqsak bo'ladi Grammarly orqali va buni ham bajardik deb hisoblasak bo'ladi. Grammarly ham bo'ldi. Ana endi qilinadigan barcha 20 ta shart deyarli bajarildi. Faqatgina bittasi uni defending qilish, ya'ni ustozimizga jo'natsak bo'ldi. Buni ham xudo xolasa bajaramiz. Hozirgi rekord video bo'lgandir. Videoni ustozimizga jo'natsak, buni ham bajargan hisoblanamiz. Shu bilan bizni Misr iqtisodiyotini o'rganishga bo'lgan tadqiqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.